أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtashlar va alqishlar olimlarning Rabbi Allohga bo'lsin. Yaxshi oqibat, natijalar va muvaffaqiyatlar, g'alabalar o'sharlarga bo'lsin. Va salat salam, yordam, desteklashlar va bütün qo'llashlar u Allohning payg'ambari Hazrati Muhammad alayhisalomga, uning ahli baytiga, bütün sahabalarga ve qiyomatgacha uning yo'lida mangan yo'ldoshlarga bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Hammamizning tarbiya kunimiz muborak bo'lsin. Ayt keladigan arif kunimiz muborak bo'lsin. O'g'illik keladigan qurbonlik ayt kunlarimiz muborak bo'lsin. Alloh hammamizning ömrümizge bereket ato qilsin. Qarindoshlar, bugünkü sohbetimiz şu Zilhicce iyi münasebeti bilen hac qilishning hikmeti to'g'risida bo'ladi. Bugünkü sohbetde men bu hac qilishninki fiqhiy taraflarga kirmayman. Çünkü fiqhiy taraflar zaten nimening farz, vacib, sunnatligi, qaysining baldu, qaysining keyin qilinganligi fiqhiy kitoblarimizda olimlarimiz tarafidan yozilgan. Bu fiqhiy tarafga kirmayman. Yana biri hac qilishninki asosliq maqsadiga kirmayman, chunki u zaten Alloh rizosi uchun qilinadi hac. Buni hammamiz bilamiz. Bugun qiladigan suhbat temasi ko'rib to'g'rilandik, hac qilishning hikmati. Ya'ni Alloh mushundaq hac qilsa, nima uchun mushundaq yo'g'on katta savob beradi? Nima uchun Alloh rozi bo'ladi? Nima uchun hac qilgan odam anadan tug'ma günahsız bo'lib qaytadi? Mushuni tushunish uchun hac qilishning hikmatlari haqida to'xtalamiz. Aldidan qarindoshlar, hac qilishning hikmatini tushunish uchun hac nima? Hac deganning ma'nosi nima? Buni Uyg'urchada tushunishga tirishamiz qarindoshlar. Shuning uchun hac degan arabcha kalima bo'lib, uning nurg'un ma'nolari bor. Bu ma'nolarning birinchisi, hacning birinchi ma'nosi qat'iy niyatga kelish degan gap. Ya'ni inson bu dunyoda yashagan vaqtimizda garchi vazifamizni bilsakmi, bu dunyoga Allohni rozi qilish uchun, o'zimizninki kimligini isbotlab, yaxshi insonligimizni isbotlab, jannat qozonish uchun kelgan bo'lsakmi, imtihon uchun kelgan bo'lsakmi, bu dunyoda hayat şartlarida ba'zi birdan uning keynidan yugurib, birdan buning keynidan yugurib, nurg'u vaqtda o'zimizning vazifasidan g'aflat qiladigan ishlar bo'ladi. Shuning uchun yosh vaqtimizda biroz pul topib uni qilaman deymiz, anandan keyin balchaqliq bo'lib deymiz, anandan keyin kichkina boy bo'lib deymiz, anandan keyin bolalarimni o'qitib olib deymiz, anandan keyin uy o'choqlik qilib olib deymiz. Ashunda bo'lib bu dunyo bizni keyniga salib elib ketiverdi, ömrümüz o'tib ketadi. Shuning uchun bir mu'minning qalbi davomliq vijdoni aytishidi. O'ylaydiki, men bu dunyoga kelgan vazifam asli boshqa edi, men boshqa yo'llarda ketib borman, aplo umrim bakar o'tib ketib bordi deb intayin ichi yanida insonning. İchi kuyidi. Ya'ni qilishga tegishli ishlarni qilolmaganligi uchun, ömrü behuda o'tib ketganligi uchun normal bir mu'minning vijdoni qaynaydi. Şu vijdoni qaynash jarayonida mu'min kunlarning birida shunda qat'iy niyatga keladiki, yeter. Bu qadar nashayan ishlarning keynidan yurganligim, bu qadar aqmas dunyoning keynidan yurganligim yeter. Men endi asli vazifamga qaytishim kerak deb o'z vazifasiga qat'iy niyat bilan atlanganning atini hac deyiladi. Bu qat'iy niyatga atlanganlikni Qur'oni Karimda azm deb ataladi. Qat'iy niyatga kelgan, qat'iy niyat bilan ish qilgan payg'ambarlarning ulul azmi deb ataladi.
Mesela bizning atımız Adem aleyhisselam hakkında Allah Teala şunda deydi. Ve idâ ahidnâ ilâ Adem'e min qablu fenesiye ve lem necid lehu azma. Bu Adem aleyhisselamның cennetlik hayatını tasvirlab bu ayette şunda deydi. Ve iz hatırla ey bende biz bir zaman sizler bu dunyoga kelishdan burun Adem bilan so'zlashgandik, va'dalashgandik. Adem bizning so'zimizdan chiqmaydigan bo'lgan, biz Ademdan rozi bo'ladigan va uningda jannat ato qiladigan bo'lib so'zlashgandik burun. Fanasiya Adem bu va'dasini unutib qoldi va lam najid lahu azma. Biz Ademga bir qat'iy niyat ko'ramadik Ademdan. Jannatlam şeytanın keyniga kirib jannatlam xatolashdi degan yerda Hazrati Adem aleyhisselamni tasvirlagan yerda azm kalimasini qat'iy niyat topamadik dedi. Ya'ni jannat sharoitida qat'iy niyat topamadik. Nima uchun? Jannatda butun sharoitlar turmushni isil hamma narsa nahvo'g'achqa, taqvo'g'achqa inson va'da qadrini qimmatini bilolmay qoladi. Shuning uchun Allah bu insonlar bu jannat tutsa qat'iy niyatga kelinmaydi ekan. Shuning uchun jannatning qadrini bilsin deb dunyo degan yerga bizni qaytirib kelaylik. Dunyo degan eng tuvan darajadagi hayot degan gap. Eng tuvan darajadagi, eng sifatsiz darajadagi bir hayot degan gap. Shu bu sifatsiz hayotga tushirib qo'ysa, inson jannatni seg'inadi. Har qatim jannatni o'ylagan vaqtida jannatga bo'lgan ishtiyoq ashidi. Cennette Allah'ın rızası var. Cennette Allah'ın cemali var. İnsanın iştiyak aşıdı. Şu iştiyakның türküsü de qat'iy niyetga kelib, mushu dünyada o'zining vazifasini ado qilsin. Ya'ni azmga qat'iy niyetga kelsin deb Allah bizni mushu dunyoga yevatgan. Mushu dunyoga kelgandan keyin biz qat'iy niyet bilan Allah tarafga o'zimizni atganlikning ismi haj. Lug'atdagi ma'nosi mushu. Endi hajning ikkinchi ma'nosi kurashda va mujodelada yenib chiqish degan gap. Yengib chiqish. Biz bu dunyoga kurash uchun keldik-ku, mujodala uchun keldik-ku. Mushu dunyodagi kurash va mujodelada yengib etishning ismini haj deyiladi. Arab lug'atida huwa hajjahu fahajjah deydigan kalimalar bor. U odam paloni bilan tutishib qoldi. Tutuş jarayonida uni yengib etdi deydigan yerda yengdi degan yerga hajjahu kalimasini qo'llanadi. Shuning uchun biz bu dunyoga kurash uchun keldik, mujodala uchun keldik. Shuning uchun biz mush kurash, mush mujodalada yengiman deb yengish tuyg'usida yengish niyati bilan, yengish qat'iy niyati bilan yashaganlikni haj deyiladi. Bu haqda Allah Teala Qur'oni Karimda shunday deydi. Sura Maidaning 97-oyatida Ja'alallohu Ka'batal Baytal Harama qiyaman lin-nas ila oxiril oyat. Allah deydi ki Allah Teala Ka'bani, ya'ni bizning qiblamiz Ka'bani, ya'ni muhtaram Beytullahni insoniyat uchun qiyam qilib berdi. Qiyam degan jonlanish vasilasi, tirilish vasilasi qilib berdi degan gap. Yoki bo'lmasa naq maydonga sahnaga chiqib o'zininki o'zining va'dasiga naqadar sodiqligini isbotlash uchun naq maydonga chiqib o'zininki kimligini va o'zligini e'lon qilganlikni Allah bu yerda qiyam al-hajjal baytal al-ka'batal baytal haram qiyam qilib berdi deydi. Biz hamda hajga boradigan vaqtimizda haramga hajga boradigan vaqtimiz nima uchun boramiz? Qiyam uchun boramiz. Ya'ni hajning ma'nosi nima degan gapkan? Tik turib jonlanish. Haj qilish orqali tirilish yoki haj qilish orqali o'zimizni naq maydonga tushirib, sahnaga chiqarib, o'zimizning kimligimizni oshkor qilish. Qanday oshkor qilamiz va'da Odam alayhissalomdan tortib İbrahim aleyhisselam'a kadar,
İbrahim aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselam kadar, Muhammed aleyhisselam ta hazırki kadar İslam kahramanları, insaniyet kahramanları Allah rızası üçün, Allah rızasını kazanış üçün qandaq mücadele qilgan bolsa, qandaq kurash qilgan bolsa, men mana mushulni doğrab, ashundaq mücadele qilaman deb Kabe meydaniga chiqib, Haram meydaniga chiqib, bütün insaniyetning oldida men ashliga o'xshash bir qahramon bo'laman. Men Allah rızası üçün, haq üçün, haqiqat üçün, to'g'rilik üçün mücadele qilaman deb o'zimizni bag'ishlaganlikning ismini Allah bu yerda qiyam dedi. Yani kurashda ve mücadelede yengib chiqish uchun tik turganni bu hajninki ikkinchi ma'nosi dedik. Üçüncü ma'nosi nima? Vafadarlikni va sadoqatni hujjatlashtirish. Haj kelimasi hujjat kelimasi bilan o'xshash yiltizdan chiqadi. Biz hujjat deymiz-ku, isbot, dalil isbotni hujjat deymiz. Bir odam bilan bir odamga pul berib tursak, berib bilan bo'pti deb qo'yib qo'yganimiz hujjatlashgan bo'lmaydi. Ama manç pul berdim deb uni qo'l qo'yib, biz qo'l qo'ysak hujjatlashgan bo'ladi-ku, dalil isbotliq muomala qilgan bo'ladi. Shuning uchun bu haj kelimasiningki üçüncü ma'nosi vafadarligimizni, sadoqatimizni hujjatlashtirish. Kabe'ga berish orqali, Haramga berish orqali bütün insaniyetning oldida o'zimizning vafodor ekanligimizni, sadoqatmand ekanligimizni e'lon qilamiz. Nimaga vafodor, nimaga sadoqatli qilamiz? Ota uyimiz, ana uyimizga sadoqatli qilamiz. Allah Taala Qur'oni Karimda, ya'ni Sura Ali Imronning 96-oyatida shunday deydi. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka va hudan lil alamin. Bu dünyadaki haqiqat şudur ki, insaniyet üçün bu dünyada tunji qatim selingan öy Mekke'deki öydür. Aşı Mekke'deki öy, yani Kabe insaniyet üçün tunji yeryüzüge bina kılıngan öy aşı deydi Kur'an. Bu öy mübareken, mübareklik noktasında ve hudan lil alamin, bütün alemge hidayet noktasıdan şunda ulug' öy. Bu öy birinci qatim selingan deydi. Bu öy kimning uyi? Birinci qatim dunyoga kim kelgandi? Adam atamiz ve Havva anamız kelgandi. Bular jannatdan qo'g'linib bu dunyoga tushirilgan chaqda tövbe qildi. Tövbe qilgandan keyin Allah ba'zi bu dunyoga loyiq ibodatlarni farz qildi bularga. Farz qilgandan keyin bu ibodatni qilgach, ibodat qilish jarayonida bu jannatdagi chaqda arshining atrofida meleklarning arshini tavob qilib, shu yerda haj qilib Allohga ibodat qilayotganligini ko'rgan. Shu chaqdagi shu meleklarning ibodatini seg'indi bular. Seg'inib, ey Allohim, biz shu yerda arshining atrofida meleklarning ibodat qilganini ko'rgandik, biz mana shunday ibodat qilishni xohlaymiz. Biz mana shunday tavob qilib, bir yani davomli sana ibodat qilishni xohlaymiz deb Allohga yalvargan vaqtida Allah mushu Ka'bani bino qilishni Odam alayhisalomga buyurib, Odam alayhisalom tarafidan Ka'ba bino qilindi. Odam alayhisalom va Havva onamiz shu yerda ibodat qildi. Shu ibodatxonani bu o'zining uyi qilib o'tdi, hayotini o'tdi. Shuning uchun bu Ka'ba demak, biz Odam alayhisalomning ballari, Odam otamizning ballari, Havva onamizning ballari. Biz Ka'baga bordik, haj qilg'ili bordik degan gap ota uyimizga, anamızning uyimizga ozni qilib yoki ziyorat qilib berib, o'zimizning shu Odam otaga tava ekanligimizni, o'zimizning shu Havva onaga tava ekanligimizni, ularga vafodor ekanligimizni, insoniyatga sadoqatmand ekanligimizni hujjatlashtirish uchun nima qilamiz? Hajga boramiz. Shuning uchun hajning 3-ma'nosi vafodorlikni va sadoqatni hujjatlashtirish
deyishimizning sababi shu. Hech nima uchun bormiz? Nurg'un pul xarjlaymiz, nurg'un zaman ketadi. Hozirgi zamonda asan bo'lgan bilan burungi vaqtlarda bizning mamlakatlardan 6 oyda bordik, 1 yilda bordik degan gap bo'ldi. Eshakliga minib, tugiga kaliga minib, pishadi minib, ashunda boradigan. Nurg'un odamlar hayotidan ayrilib qoladi. Qaraqchining qo'li bilan yoki kasallikning sababidan yoki uzuq yetishmaslikning sababidan bir sabablardan hayotidan ayirib qolish ehtimolligi har yil ko'rilib turdi insonlar orasida. Shunday bo'lsa-mu, ashunda xatarlik bir ibodatga insonlar boradi. Shu berishning sababi nima? Odam atamizga vafodorligimizni, Havvo onamizga vafodorligimizni bildirish uchun. Bularga vafodorlik bildirish nima uchun muhim? Nima uchun biz Odam alayhissalomga vafodorligimizni bildiramiz? Havvo onamizga vafodorligini bildiramiz. Andan keyin boshqa oyatlarda Ibrohim alayhissalom kim, ya'ni yangilaydi yani. Ibrohim alayhissalom yangilagan chaqdasida uni ko'zga olgan vaqtimizda Ibrohim alayhissalomga vafodorligimizni, sadoqatligimizni bildirish uchun boramiz degan gap. Nima uchun bularga sadoqatligimizni bildiramiz? Chunki Havvo onamiz, Odam alayhissalom, İbrahim aleyhisselam ve ularning aralığında o'tgan bütün peygamberler insoniyatga vakillik qiladigan vakil xarakterdagi insonlar. Ular insoniyatning manfaati uchun ishlagan. Shuning uchun biz inson bo'lg'achqa, biz insoniyatning manfaatiga bo'lib ishlagachga, bütün insoniyatni jannatga apiradigan xizmatlarni qilgachqa, biz shularga vafodorlik bildirish yuzidan men shu odamning yo'lidan manaman, Odam ata, Havvo onamning yo'lidan manaman deb vafodorlik va sadoqatligimizni bildiramiz. Endi buningki vafodorlik va sadoqatlik bildirishninki ahamiyati endi hozir bugungi kunlarda nihoyat aniq ko'rilyapti qarindoshlar. İnsaniyat hozir Havvo ona, Odam ata va Havvo onaning yo'lidan mangmay shaytonning yo'liga kirib ketgachga Odam ata va Havvo ona olib kelgan islomiy sistem Dajjallarning qo'li bilan, tag'utlarning qo'li bilan shaytoniy sistemga aylanib ketgachga hozir bütün sistem insoniyatni yo'q qilishga ishlab o'tadi. İnsoniyatningki neslini yo'qotish uchun, insoniyatning nüfusini azlatish uchun, insoniyatning aqidasiga tajovuz qilish, iymoniga tajovuz qilish, nesliga tajovuz qilish, mol-mulkiga tajovuz qilish, insoniyat uchun nima muqaddasat bo'lgan bo'lsa, insoniyat muqaddasatining hammasiga hujum qilyapti hozirgi sistem. Nima uchun? Hozirgi sistemning beshidagilar Odam alayhissalomning yo'lidan mangmay, shaytonning yo'lidan mang'achqa insoniyatga dushmanlik qilyapti. Bu nuqtadan qarag'an vaqtda biz mu'min musulmonlarning Odam ata, Havvo onaning yo'lidan mangishimiz, izini besishimiz, ularga vafodor bo'lishimiz, ularga sadoqat bilan bo'lishimiz intayin muhim. Shuning uchun shu sadoqatimizni bildirish uchun shu islomiy sistem shaytonlarning qo'liga, dajjallarning qo'liga, tag'utlarning qo'liga tushib ketmasin deb bütün dunyodagi hamma insonlar shu bir Ka'baga berib, haramga berib haj qilishimizning sababi shu. Shuning uchun hajning 3-ma'nosi vafodorlik va sadoqatmanligimizni hujjatlashtirish, isbotlab chiqish degan ma'noni bildirdi. Bu hajning 4-ma'nosi qarindoshlar ota-onamizdan qolgan ana to'pqa va ana iqimga qetilish degan gap. Masalan, arabchada qasada rajulun ilayhi deydigan bir gap bor. Ashna gapni qo'llanadi lug'atda. Bir inson faloniga qatilib ketishni nima qildi? Maqsad qilib yo'lga chiqdi deganda qasada rajulun ila kaza ya ilayhi mushakilda so'zlanadi arabchada. Bir inson bir yerga qatilib ketish uchun, bir to'plamga qatilib ketish uchun yo'lga chiqqanni qasada ilayhi deyiladi. Haj deganning ma'nosi qasada ilayhi, hajja ilal Baytullohil Haram degan gap, Baytullohil Haramga qatilib ketish uchun, Baytullohil Haram sistemiga qatilish uchun yo'lga chiqdi degan ma'noni bildirdi qarindoshlar. Buningda yana oyatda Sura Ali Imronning 97-oyatida Rabbimiz nima deydi? Fihi ayatun bayinatun maqam Ibrohim va man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila va man kafara fa innalloha g'aniyyun 'anil 'alamin.
Bu ayette Rabbimiz deydi ki bu hecde uçuk aşkara delil ispatlar var. Bu delil ispatlar arkalık yüzünüzni ispatlay şu delilge uygun bolsanız şu delil boyunca muamele kılındıgan uygun bolmasunun onun ta'tirisiz muamele kılındıgan sizni ölçeydigan uçuk aşkara ölçem var bu hecde. Mesela Makam-ı İbrahim var. Mesela hecde kılgalı buludu. Hemmeyle tavaptan keyin Makam-ı İbrahim'e kelip Makam-ı İbrahim'de 5 namaz okuyduğu iş var. Makam-ı İbrahim nima degan gap qarindoshlar? Bilimiz Uyg'urcha maqam kelimesini qo'llanamiz. İbrahim alayhissalomning Allah dergahidagi bir maqami var-ku. İbrahim alayhissalom şu Allah dergahidagi şu maqamga, şu maqami İbrahimda ibodat qilish orqali shu yerga ulashgan. Bizmi hejga borgan vaqtimizda şu maqami İbrahimga berib İbrahim alayhissalomni do'raymiz. Deymiz ki ya Allah, sening yo'lingda senin halilin, dostun İbrahim aleyhisselam qandaq xizmat qilgan bo'lsa, men shunda xizmat qilaman. Senin halilin İbrahim aleyhisselam seni qandaq rozi qilgan bo'lsa, men shu xizmatni qilishga hozirman. Ey Allohim, İbrahim aleyhisselam shu maqomga erishish uchun qandaq bedel to'lagan bo'lsa, qandaq qiyinchiliklarni yenggan bo'lsa, qandaq eg'irchiliklarga bardoshlik bergan bo'lsa, men İbrahim alayhisalomga o'xshash beshimga nima kelsa mayli, men mush İbrahim alayhisalomning maqomiga men talib. İbrahim alayhisalomning beshiga nima kelgan bo'lsa, mening beshimga kelsa mayli, men rozi, men İbrahim alayhisalomdek bo'lishga nomzod degan gap. Maqomi İbrahim. Shuning uchun shu yerga berib, shu yerga duo qilamiz, ya Allah, men keldim, men İbrahim alayhisalomni o'rnak olaman. İbrahim Aleyhisselam'ın yoludan manaman. İbrahim Aleyhisselam qandaq dergahınga bu kadar yüksek makamga erişken bolsa, men şunun namzat deb yüzümüzde tanglab, şöyle insaniyet aldıda, ulug' Kabe aldıda, Allah'ın huzurida Allah'a söz verimiz. İbrahim Aleyhisselam'dek buluş üçün. Şunun üçün bu hec qilishda uçuk aşkara beyinatlar var, ölçemler var. Sizden kim ekanligingizni ölçeydigan ölçemler var. Mesela Makam İbrahim şu. Eğer hecga berib İbrahim Aleyhisselam'ni örnek elish, İbrahim Aleyhisselam'ning yo'lidan menish, İbrahim Aleyhisselam'ning beshiga nima kelsa, shuningga rozi bo'lmay qaytib kelgan odam hoji bo'lolmaydi. Chunki o'lcham bu. Kabe'ga berib Makam İbrahimga borgan odam İbrahimlashmasa hech qabul olmaydi degan gap. Chunki u yerda bayinat va o'lcham bor. Normalda bir şirket ishlasak, o'lchamga to'shmasak, shirkat qabul qilmaydi qo'toy ishlarini. Allah İbrahim Aleyhisselam'ning maqomiga talib bo'lib, Kabe'ga berib, u yerda İbrahim Aleyhisselamlashmasak, İbrahim Aleyhisselamni o'zimizga o'rnak qilib, uning yo'lidan mangmasak, hech bekavlab ketadi qarindoshlar. Shuning uchun Alloh bu yerda o'rnak berib, maqomi İbrahim bor bu yerda deydi. Yana birisi ve men dakhalahu kana amina. Her qanday odam Kabe'ga kirsa emin holatda kiralaydi deydi. Nima degan gap bu? Ya'ni Kabe bir emniyet merkezi. Bunu tushunish uchun qarindoshlar, shu dunyoda bir-birini o'ldirib yetadigan odamlar bo'ldi-ku, biz qotil, biz maqtul bo'ldi. Bu mahkamaga borgan vaqtida qotil mahkamada turdi, salpiyib. Andiki maqtulning tuqqanlari bo'ladi vada. O tuqqanlarning ichida har yigit yosh bola bo'ladi. Xolisi bir uriblar qotilni o'ldirib etganlik darajada kuchli insonlar bo'ladi maqtulning tarafdorlaridan. Ammo mahkamaning hurmatidan, mahkamaning suridan, shu yerdagi qoida tufaylidan maqtulning tuqqanlari qotilga nima qilinmaydi? Tak qilib chekinmaydi. Haqorat qilinmaydi, hech nima qilinmaydi. Shuningga o'xshagan dunyoning ham yerida davomli problemlar bo'lib turadi. Bu dunyo ixtilof dunyosi. Ixtilof dunyosi bo'lgandan keyin mu'minlar bilan kofirlar orasida ixtilof bo'ladi. Mu'minlar bilan mu'minlar orasida ixtilof bo'ladi. Bir qavm bilan yana bir qavm orasida ixtilof bo'ladi. Bu ixtilof dushmanliklarga aylanib ketishi mumkin. Ammo hammadan o'zi musulmon deydi, hajga kelgandan keyin ashada qotil va maqtul ziyonga uchrag'uchi va ziyon bergichi
Kabe'de yüzüge kelip qalsa, yani bir adam dadısını öldürüp etken bolsa, şu qatil bilen şu Kabe'de uçuruşup qalsa, yoki balchaqillarni öldürüp etken bolsa, şu Kabe'de uçuruşup qalsa, o Kabe'de hech kimga qo'l silish haqqi yo'q. Nima uchun Alloh buni bir o'lcham qilib qo'ydi? Hajga kelgan adam shundoq kangsoq bo'lish kerakki, Ibrohim alayhissalomdek o'zingizning dushmani kelgan taqdirdimi Kabe'ning hurmati uchun bir-biringizga chaqilmaysiz deydi. İnsanlar davamlı qalqib bir araga kelmagachga, birisi bilan so'zlashmagachga, birisini tushunishmaydi. Birisini tushunishmagachga arasidagi problemlar hal bo'lmaydi. Haj asosan problemlik insonlarning hajga kelish orqali bir yerga kelib, o'zining qarindosh ekanligini, hammasining Ibrohim alayhisalomning yo'lidan mangan yo'lchilar ekanligini, hammasining Adem alayhisalom va Havva alayhisalomlarning yo'lidan mangan va butun payg'ambarlarning yo'lidan mangan o'xshash yo'lning yo'lchilari ekanligini tushunib yetgandan keyin, voy bu qadar dushmanlik nima uchundir? Nima uchun bir-birimizga dushmanlik qilamiz deb va o'ylanish orqali, so'zlash orqali, tushunish hosil qilish orqali nima o'tirib chiqadi? Amniyat o'tirib chiqadi. İnsanlar kelishib qoladi. Shuning uchun butun insoniyatning hajga berib, haj qilishning yana bir hikmati nima ekan? Amniyat hosil qilish. İnsanlar arasida, millatlar arasida, davlatlar arasida, jamoatlar arasida emniyet hosil qilish, dushmanlikni yo'q qilish degandek mushunday insoniyatga foydali ishlar bor deydi Alloh. Shuning uchun valillahi alan-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Shuning uchun Allohning insonlarning ustidagi haqqi shudirki, haj qilishga yo'l nuqtasidan qodir bo'ladigan kishiga Beytullohni haj qilish, yani Beytullahga berib, aş yo'g'on karvonga qatnashiman, yo'g'on ana iqimga qatnashiman deb Kabe'ga kelib, shu ana iqimga qatnashish insonlarning ustidagi Allohning haqqidir deydi. Yani haj qilish farz deymiz-ku. Farz bo'lishining sababi insonlarning qazi va Allohga. Nimaga qazi va? Vahdaniyat sistemasiga kirish, vahdat sistemasiga kirish va insoniyat o'tirisidagi amniyat sistemasiga kirish vazifamiz bor. Hajni nima degan 4-manda ota onamizdan qolgan ona to'pqa, ona iqimiga qatilish degan bo'ldi-ku. Hajning ma'nosi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda haj qilgan odam nimaga qatilgan bo'ladi? Adem aleyhisselam ve Havva anamızdan qolgan islomiy sistemga qatilgan bo'ladi. İbrahim aleyhisselam barpo qilgan fidokorlik, ixlos, sadoqatmanlik, tarafsizlik sistemasiga kirgan bo'ladi. Hanifiyat sistemasiga kirgan bo'ladi. Shuning uchun insonlarning qazi va haj qilish qazi va Allohning elishi va insoniyat ustida. Bir insan yo'l nuqtasidan berishga qodir bo'lib turib, yetkidek puli va yo'l emniyet ba, haj qilmaschu berib aşağıda İbrahim aleyhisselamning millati deydigan bir ona iqim ba, shu İbrahim aleyhisselamning millatiga qatilmasa, sodiq bo'lmagan bo'ladi. Vafodor bo'lmagan bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun hajni farz deyishimizning sababi shu. Va men kafara, chunki bu haqiqatni inkor qiladi ekan, fa innalloha g'aniyun anil alamin. Haqiqat shudirki, Alloh olamlardan behojat. Ya'ni butun insoniyat kafir bo'lib ketsa, bu haqiqatni inkor qilib haj qilganning nimaga foydasi bor yo? Nima uchun baka Saudiyaga boramiz, oyaga boramiz deb quruq aqmagan sabablar bilan haj ibodatini inkor qilsa bir inson, o insanların ibadet qilmaganligining Allohga hech qanday bir zarari yo'q. Bütün insoniyat kafir bo'lib ketsa, Allohga zarra qadar zarar yetkazolmaydi. Bütün insoniyat mu'min bo'lib ketsa, bütün insoniyat haj qilib, hojim bo'lib ketsa, hammasi İbrahim alayhisalomdek bo'lib ketsa, Allohning ulug'ligiga zarra qadar ulug'lik qatanmaydi. Allohning shon sharafiga zarra qadar shon sharaf qatanmaydi. Shuning uchun haj eğer faydası bo'lgan bo'lsa, uning faydasi o'zimizga. O'zimizni isbotlagan bo'lamiz, o'zimizning sodiq banda ekanligimizni isbotlagan bo'lamiz, İbrahim alayhisalomning millatiga qatilganligimizni isbotlagan bo'lamiz, Adem alayhisalomning
ana iqimiga qatilgan bo'lamiz. Ashunda ulab Allah razı bo'lgan bandalar qatorisiga qatilgan bo'lamiz. Hejning hikmati shu qarindoshlar. Qarindoshlar vaqt munosabatidan bugun mushunchilik bo'lsin inshaalloh. Etganlikka yana davom qilamiz. Bu suhbatning oqibati ayiqiga chiqaramdik. Allah hammamizdan razı olsun. Qarindoshlar, ma tarbiya kunlari kelib qoldi, arafa kunlari kelib qoldi. Duoyimiz ijobat bo'ladigan kunlar. Bulapmı hejga yuqorida so'zlangan niyatda bo'lgan qarindoshlar, o'zimizni Alloh rizosi uchun atab, qat'iy niyatga kelib, mujadilada kurashdi yengile, nafsimizni yengile, shaytonni yengile, Xitoy tajovuzchilarini yengile. Bizning vatanimiz tajovuzchilik uchrayotdi, mustamlikada qoldi, ishg'oliyatda qoldi. Uni ozod qilish, mustaqillikni asliga keltirish bizning vazifamizda deb mushu maqsadda İbrahim alayhisalomning millatiga qatilish nuqtasidan haramga borgan qarindoshlar. Shu haramda turib, Arafatda, Muzdalifada, Minada, Ka'bada tavof qilgan vaqtimizda, say qilgan vaqtimizdan hammasida duo qilaylik Alloh qarindoshlar. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltira olishimiz uchun duo qilaylik. Duo qilgan vaqtimizda ya Alloh uni qilpa, buni qilpa deb Alloh bizga yuklagan jihatni Allohga atib duo qilmay. Ey Alloh, men ma'u jihatga atlandim. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, men harakatiga atlandim, o'zimni atidim, iqtisodimni, jinimni, melimni atidim. Shuning uchun menga shu mustaqilligimizni asliga keltirishimizga yordam qil deb Allohdan yordam so'raymiz. Allah bizga jihatni qil desa, Allah Sharqiy Turkistonni mustaqil qilib bersan, qilib ber desak, Musa alayhisalomning qavmidek, "Ey Musa, biz bu yerda o'tirib turaylik, sen va Rabbing berib jihat qilib kelinglar" degan bilan o'xshashulab qoladi. Aldı bilan biz ziyonga uchragan insonlar bo'lish sifatimiz bilan aldı bilan o'zimizni Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ibodatiga o'zimiz bir ataymiz. O'zimiz atab bo'lganni yoqi qo'limizdan kelgan harakatni qilamiz. Agar qilinmaydigan darajada qalbimiz qo'to, ishimiz bek meynetlashib ketgan bo'lsa, o'zimizning nafsiga o'zimizning kuchi yetmaydigan darajada zaiflashib ketgan bo'lsak, bu vaqtda Allohdan yordam so'raymiz. Ey Alloh, nafsimga qarshi menga yordam qilgin, shaytonga qarshi yordam qilgin, shayton do'stlarimga qarshi yordam qilgin, shaytoniy sistemga qarshi yordam qilgin deb Allohga yordam tilasak, Alloh qo'limizdan tutadi, hidoyatini beradi, ko'zimizni ochadi, basiratimizni ziyoda qiladi qarindoshlar. Shuning uchun haj qilgan qarindoshlar, haramdagi qarindoshlar unutib qolmaylik, o'zimizni atayli boshda anondekin duo qilaylik. Ammo atmay turib duo qilib qolsak, bu duoning ijobat bo'lish ehtimolligi bek tuvan bo'ladi qarindoshlar. Alloh hammamizni Odam alayhisalom va Havvo onamizning karvonidan qilib etsin. İbrahim alayhisalomning millatidan qilib etsin. Bütün ana aqim Muhammad alayhisalomning ummatidan qilib etsin qarindoshlar. Haramga borgan hojilarimizning hajjini Alloh qabul qilib bersin. Haramga borgan hojilarimizning duolarimizni ijobat qilsin, qabul qilsin, maqsadimizga yetkazsin. Hammamizning baxtimizni versin dunyo va oxiratda. Yaşagan muddatcha islomiyatdan ayirmasin, o'ladigan chog'imizda iman ve tövbenin arınsın. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.